Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi bemorimiz juma kuni operatsiya qilgandik. Mana 4 kundan keyin Vodildan kelishganlar. Xo'p, kelgan paytlari ko'zlari, chap ko'zlari 9% ko'rishgan, ya'ni gavharxorlash bo'yicha kelishgan katarakta. Hozirgi kunda Xudoga shukr mana yuzimiz yorug', 100% ga chiqdi. Endi o'zlaridan gaplarni eshitamiz endi. Avvalambor assalomu alaykum. Mana gapni nimadan boshlashdan bilmayman. Mana 2023 dekabrda o'zi sezgan edim, ko'zimni bir tomon chap ko'zimni qorong'ilab tumanlashganini. Shifoxonaga kelib, rahmatli Absattor aka bilan oldin ham ko'rgan edi, kelib nima qilib sharoitlar bilan tanishdim. Avvalo muomalalari juda ham chiroyli bo'ldi. 2-3 marta kelib o'sha dorilarni tomizib kuzatamiz deyishdi. Oxiri kelib qarasam, katarakta rivojlanganligi uchun operatsiya qilamiz deyishdi. Rozilik bildirib, hamma yo'llarni tekshirib, shunaqa operatsiya qilish kerak degan xulosaga kelishgandan keyin keldi. Operatsiyasi ham ochiqqa men juda ham bir qo'rqqan edim. Bir og'rig'i nima bo'ladimi? Hech qanaqa bir og'riq bo'lmadi. Mana bu yerda xizmat ko'rsatgan hamma Ilhomjon boshliq doktorlar, mana xizmat ko'rsatayotgan medsinstra, sanitarka desam, hammalarini juda ham bir chiroyli muomala qilib, даже kirib ketayotganda, operatsiyaga kirib ketayotganimni ham sezmadim. Shunchalik chiroyli muomala qilib, yaxshi gapirganliklari uchun. Kirdim, shu 10 minut, 15 minutda chiqdi. Ertasi kuni yana kelib shu ukol qilib ko'zingizni ochamiz deyishdi. Shunday ko'zi ochilgandan keyin darrov bilindi-da, qandaydir meni o'ng ko'zimdan ham даже bunday tiniq ko'radigan bo'lib qoldi. Mana o'tgan juma kuni operatsiya bo'lgan bo'lsa, mana bugun chorshanba kuni kelasiz deyishdi, ko'rishdi, har tomonlama juda ham yaxshi baholar berishdi. Men juda ham bu nimalardan minnatdorman. Avvalo hammalarini, shu yerda xizmat qilayotgan tibbiyot xodimlarini tan jonlari sog' bo'lsin, iloyim, oilalari, farzandlari baxtiga sog' bo'lsin. Bu yerda shunchalik tashkil qilib ketgan inson shu Absattor akam juda ham biz qurram bo'lganligi uchun akamni bilardim, va'dada ishlaganini ham ko'rib yurardim. Iloyim ruhlari shod bo'lsin. Rahmat. Shu boshlagan ishlarini mana farzandlari hammalari davom ettirishyapti. Rivojlarini berib, doim sog' salomat bo'lib, elni, yurtni mana shunchalik ko'zlarini ravshan qilib, shunchalik xizmat qilib nima qilayotganlariga iloyim Allohning o'zlari ikki dunyo saodatini berib, o'zi mukofotlasin, sog' bo'lsin. Juda ham minnatdorman bularning xizmatlaridan. Avvalo tan jonlari sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq, martabalaringiz ulug' bo'lsin, farzandlaringiz, nabiralaringiz, oilalaringiz baxtiga sog' bo'lib yuringlar. Mana el xalqni shunchalik xizmatini qilib, hammaga yo'qolgan ko'zlarini, nurlarini qaytarib beryapsizlar. Avvalo Xudo sizlar sababchi, iloyim bundan buyog'iga ham ishlaringiz rivojini bersin. Elda, yurtda hurmatida bo'lib yurishlaringizni o'zingiz nasib ro'za aylasin. Doim sog' salomat bo'lib, mana shunaqangi xalqni, elni duosini olib yuraveringlar. Ilohim, amin. Sog' salomat. Allohu akbar. Rahmat tog'a sizga.